hammasini keshding, mayli. Siz nimasini sevdingiz u odamni? Dunyodagi hech bir inson ko'ra olmagan nimasini ko'rdingiz u odamda? Voz kecha olmaydigan darajada. Odamlar ota-ona o'limidan keyin yiqilib, dod faryod qilib, yana oyoqqa turib, umid bilan hayot davom etib ketyapti-yu, siz undan voz kecha olmaydigan darajada nimasini ko'rdingiz? Dunyodagi eng azobli yashayotgan bo'lsa, ko'zlaringizni yoshlatgan bo'lsa, yonida turganingizni his qilmasa-yu, xiyonatni ko'rsatsa sizga, o'shanda ham o'shadan turib keta olmaydigan darajada nimasini sevdingiz? Siz uchun dunyolarni oyog'ingizni tega olib keladigan darajada, tog'i toshni tolqon qiladigan darajada yuzlab oshiqingiz turganda, siz undan nima ko'ra oldingiz? Voz kechib keta olmaydigan darajada. Menimcha voz kecha olganingiz edi, koshki o'sha paytlar seni tanimasam bo'larmidi degan so'z aytsangiz kerak yuziga.